Assalomu alaykum hurmatli ishlab chiqaruvchilar. Bugun sizlarga hammaga birdek yoqadigan persil jidki parashogi haqida gaplashamiz. Persil jidki parashogini boshqa jidki parashoglardan asosiy farqlarini sizlarga tushuntirib beraman. Asosiy yuvishdagi past haroratdagi suvda yaxshi ko'pirib va undan tashqari o'ta og'ir darajadagi dog'larni yaxshi ketkazadi. Eng asosiysi hammaga yoqadigan 2-3 kun davomida yaxshi, ya'ni yoqimli hid kiyimingizdan kelib turishi. Persil jidki parashogini bugun sizlarga qanday tayyorlanishi, nima siryolar ketishi va ishlanish jarayonini to'liq ko'rsatib beramiz. Persil jidki parashogini 1 kilo laboratoriya variantini sizlarga ko'rsatib beraman. Sizlar buni xohlasanglar 100 kilolik, xohlasanglar 1 tonnalik qilib o'zingizga moslab olishinglar mumkin. Ishlab chiqarishimiz uchun kerak bo'ladigan xom ashyolarimiz asosiysi suv, lapsa, sles, tripolifosfat, poliakvaternium, undan tashqari quyultiruvchi zagyustitillar, enzimlar, hid beruvchi va rang beruvchilar bizga kerak bo'ladi. Demak, mahsulotimizni tayyorlashimiz uchun bizga 650 gram suv kerak bo'ladi. Suvimiz filtrlangan va ppm 1 dan 5 gacha bo'lishligi, pHlari esa 6,5 dan 7 gacha bo'lishi shart. Suvimizga birinchi bo'lib 30 gram STPP solib olamiz. STPP bu tripolifosfat bo'lib, suvni yumshatib va yaxshiroq ko'pirishini vazifasini bajarib beradi. Tripolifosfatimiz suvda yaxshi birikib, erib ketgandan so'ng asosiy ko'pirtiruvchi moddamiz, ya'ni slesdan 120 gram solib olamiz. Slesning asosiy vazifasi bu umumiy ko'pirtiruvchi, kirlarni ketkazuvchi va yumshoq ko'pik moddasi hisoblanadi. Keyingi mahsulotimiz bu lapsa. Lapsamizdan 60 gram solib olamiz. Lapsaning asosiy vazifasi bu anionik aktiv ko'piruvchi hisoblanadi, ya'ni kirlarni yumshatib berish xususiyatiga ega. Keyingi qo'shadigan mahsulotimiz bu IO9. IO9imizdan 40 gram solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. IO9imiz yog'li spirtlar turiga kiradi. Bu past haroratda ham kirlarni yaxshilab tozalab beruvchi vazifani bajaradi. IO9imizni yaxshilab eritib olganimizdan so'ng 30 gram enzim solib olamiz. Enzimning asosiy vazifasi qondan, ko'fikdan qolgan dog'larni ketkazish xususiyatiga ega. Diqqat qiling, asosiy ishlab chiqaruvchilarimizning xatosi enzimdan to'g'ri foydalanmaslikda. Enzim asosiy tirik hujayra bo'lib, 7 va 9 pH oralig'ida yaxshi ishlaydi. Ya'ni o'zini xususiyatidan ko'ra ko'proq vazifa bajaradi. Persil jidki parashogi asosiy jidki parashoglardan ajratib turadigan siryolardan bittasi bu poliakvaternium 7. Poliakvaterniumdan biz 3 gram solib olamiz. Poliakvaterniumimizning asosiy vazifasi bu matoga jilolik, yumshoqlik va nafislik beradi. Keyingi mahsulotimiz bu konservant. Konservantimizdan 2 gram solib olamiz. Konservantimizning asosiy vazifasi bu mahsulotni surogodnisini, ya'ni sifatini ushlab turuvchi xususiyatga ega xom ashyomiz hisoblanadi. Mahsulotlarimiz yaxshi erib bo'lgandan so'ng bizga kerak bo'ladigan narsa bu zagyustitil. Zagyustitildan 20 gramdan 50 gramgacha solib olamiz. Zagyustitilning asosiy vazifasi bu mahsulotlarni quyultirib berish xususiyatiga ega. Mahsulotimiz 90% tayyor bo'ldi. Endiga qo'shadigan siryomiz hid bilan ranglar hisoblanadi. Hidimizdan 5 gram solib, so'ngra rangimizdan 1 gram solib, mahsulotimizni yaxshilab aralashtirib, tayyor mahsulot holatiga keltirib olamiz. Demak, mahsulotimizni tayyorlanish jarayoni qisqacha bo'lsa ham sizlarga tushunarli bo'ldi degan umiddamiz. Bizlarni qo'llab-quvvatlab turinglar. Bundan ham yaxshiroq kontentlarni sizlarga ulashib borishga harakat qilamiz. Bizni kichkina bo'lsa ham mehnatimiz sizga samara berayotgan bo'lsa, foyda keltirayotgan bo'lsa, biz juda ham mamnunmiz. Bundan keyingi videolarimizda bundan ham sifatliroq retsepturalar va ishlab chiqarish jarayonlarini qo'yib borishga harakat qilamiz. Bizni qo'llab-quvvatlashda davom eting. Sizlar bilan texnolog Botir Ali Ashuraliyev bo'ldi. Bo'ldi? Nimalar qan? Ximikatlarni? Bo'ldi.